yaxshi arzimas bo'lsa ham. Rahmat. Yetolmaysan qalblarga, qalbim to'la dardlarga, mavlarga sig'mas qalbim, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, Rahmat. O'zingizlar. Mencha bugun ham hayit bayram kunlarida ham chiqyapsiz. Bizga handa har kuni hayit, ishlasak hayitda. Shu hayit bayram bo'lsa. Hayit bayramda. Endi hayit bayramda bizga ham. Endi ishlamasak bo'lmaydi. Hali ish chiqqan yo'q. Ish kelgan yo'q. 3-4 ta ish keldi, ketishdi ishga yo'q. Bizni qarada olishmadi. Qarada olishmadimi? Men bag'riga ish chiqadim kechpa-kecha. Kelishadi, xudo xolasa. Ish bo'lib qolsa, xudo xolasa ishlab ketamiz. Necha pul ishlaysiz endi? 80, 70, Abetdan keyingacha necha pul ishlaysiz? 70-80 bo'laveradi, ish yaxshi bo'ladi. Ochiq qo'lliklar bo'lsa 90 ham Ish berishaveradi. bo'lmagan kunlari nima qilasiz? Ish bo'lmagan kuni kutib ketaveramiz. Ana plastmassa sexiga ishga kirib olgan edim. Endi ular 85 dan 90 dan berishyapti. Istanovga buzilib qoluvdi, endi batga chiqayotganim. O kunlari 120 dan xomtay qildim. 110 dan pomidori chopdim. Pomidori chopdim 110 dan 120 dan. Ashuna qilib yuribmiz, tirikchilikka chiqdikda. Tirikchilikka chiqmasak bo'lmaydi, iloji yo'q. O'shandan chiqyapmiz. Bugun shu hayit kunlari ham o'zi odatda shunaqami? Hayit kuni ham chiqasiz. Hayit kuni ham endi iloji yo'q chiqdikda. Bugun dam olsangiz ham bo'lardi. O'zi asli bugun dam olib, uyda nevaralar duo qilib o'tiradigan Iloji yo'q chiqdikda, nima qilib. Chanqaysiz bor. Ha, jicha chanqab ketdim. Ha, yo'q, mayli. og'ir ishlarga ish qilib nima qilishmaydimi? Shag'al toshiymiz, to'rpoq toshiymiz. G'ish tushiramiz mashinadan. Aravachaga solib toshiymiz. Mashinadan tushirib. 2000 ta, 4000 ta g'ishdi. Ishga boraverasizmi bugun? Ha, boraveramiz. Ish chiqsa boraveramiz, bo'lmasam ketaveramizda. Turib. Abet bo'ldi mana. Kechpa-kecha necha pulga borasiz? Boraveramiz 80 ga, 70 ga. Necha pul desa ketaveramizda. Ertalabdan kechpa-kecha 80 ming ishlayotgansiz. Endi mana abetdan buyog'igachi mana misol 120 ham ishladik, 150 ham ishladik. 12 bu bir Kartoshka chopiqlarga 150 dan bordik, 120 dan. Qo'li ochiqlar ko'p. Dagovor qilgan pulga 20 ming, 10 ming qo'shib berishaveradi, 20 ming, 30 ming. Qo'li ochiq yigitlar ko'p. Sizga endi ishga olib ketamiz o'zi. mayli. Bugun endi abetdan keyin ish chiqmasa kerak endi. Bugun endi hayat sizga menimcha ish chiqmaydi. Nimaga aytsangiz, hamma nima bilan oboradi. Endi hozir bayram, xursandchilik shunaqa ishlar bo'ladi. Sizga endi bugun menimcha ish yo'q bo'lsa kerak. Idish yurgani olib ketishadi. Ha, endi idish yurgani endi olishi mumkin, lekin bugun biz sizni dam olib shu uyda nevaralar duo qilib, bayram kayfiyatda xursandchilik qilib o'tirishingizni xohlaymiz, to'g'risi. Nimaga aytsangiz, siz o'shanga loyiqsizda o'zi.
hozir metdan o'tib ketyapti. Biz o'zi bolajonlarni xursand qilib, shunaqa hayitga sovg'alarimiz bor edi. Shu sovg'a tarqatish tadbirlarida mana sizni yo'lda ko'rib qolib to'xtadik hozir. Rahmat, tan joylaringiz sog' bo'lsin, ishlaring oldilariga. Suhbatga tortaylikchi, nima majbur qilgan, sabab nima? Shu bayramda ham shu yerda o'tirganingiz bizga to'g'risi erish tuyuldi. O'zimizni yomon his qildik to'g'risi, yaxshi his qilmadik. Daraxt tagida o'tiribsiz. Shu qadar kelardi bu yerda. Ha? Nevalar xursand qilib qo'yasiz. Tan joylaringiz sog' bo'lsin, ilohim ishlaring oldidan yursin, tan joylaringiz ilohim qo'zlarga boringlar. Mana shu arzimas bo'lsa ham Rahmat, Ramazonga rahmat. endi Bugun dam olsalar. Bir kunda topadigan pullarni bersak, xo'sh, bugun dam olsangiz, nima deysiz? biz shunga qaror qildik. Hozir hammamiz shu jamoamiz kelishib, shu onaxonni jo'natib yuborsak, batta turmasinlar, hayit bo'lsa. Hayitda batta endi pul topishga chiqishlik ham o'zi qandaydir tirikchilikda aybi yo'q, lekin bizga erish tuyuldi shu narsa. Rahmat, tan Shuni biz joylaringiz. sizga bersak-ku, bugunchalik borib shu bayram kayfiyatda shuni nishonlasak. Shunga nima deysiz? Xo'p, siz aka. Mana shu arzimas bo'lsa ham Rahmat. Ilohim ishlaring oldidan yursin, tan joylaringiz sog' bo'lsin, o'zlariga boring. Bayramlar. Qoray bo'lsin, hayit yaxshi o'tib olinglar. Bayramlar. Kelyapti. Qo'llaringizni. Hozirga ham Bo'ldi. Bo'ldi, kelyapti. Kelyapti. Bunga? Bunga yo'q. Şöyle Mana bola mana bitta olasan, bitta ol, che baqa. Mana mo'llarga bering. kameralar bor. Mana. Mo'llarga bitta beringlar. Bitta bering. Az olib kelishlar, ketishdi. Bunga bergan. Ustoz, bolalar xursand bo'ldimi?